Koçya salom bola, salom. Va Minecraft gamer bola. Biz bugun Minecraft'ta mana bu qurollar modini ko'rib chiqamiz. Hop. Kanalga like bosib, videoga like bosib obuna bo'lishni unutmang. Yana bir gap, bu qurollar modini qayerdan olasizlar? Bu qurollar modini mana Telegram kanalimda biplasi bo'lsa o'q yo'q ekan. To'pponchaga mana shu qiladi. Ana. Hop. Nima degan? O'sib. Sip. Mana ekan. Ne bu? O'qilish kerak edi. Motor ishlamas ekan bu qurol. Boshqa qurol ko'rsak-chi. Mana narsa ham tortilmayapti. Tortil! Bu tortilmayapti-ku. Masalan, bu qilichlarni birga mana bu qurolni ko'rsak. Bu ikkita. Bo'lishi kerak. No. Mol ikkita bo'ldi. Mol işte öyleydi. Dur bırakın. Ya bro. Arkadaşlar. Şeydir bu. Bu şeydir bu. Realistik. Hop. Yani bir bu qurollarni mana Telegram kanalimdan topishing mumkin bolalar. Shuni aytib qo'yish kerak. Hop. Yana nima kerak bo'lsa, meni lichkamga murojaat qilaverasiz. Hop. Men qilichimda masalan bu narsani pastga tushirib tushadi. Onlar pichoq. Tezmi pichoq. Da pichoq bu. Bu pichoq ya bismillah. Bana emotsiyalar yani. Emotsiya. Kat qiroli. Masha tur beraman. Kayu qolu. Danke, mange kubro sniper. Good. Good. Oh, bu kadar. Yine mümkün. Bu Telegram. Vay be. Kaç milyon oldu de. Vallahi. Sakala koşuyor ama kurbanım yok hala. Bu modda. Yok, sakala koşuyor işte. İşte ama. İş krala falan. Uğraş bulma. Amin. İyi. Bahar yedi mi oldu? Ayol. Kral satarken mi? Kral koydu olabilir yani. Peki nasıl ki? Yok her vallahi video şurada. Video kısa bu oyun için. Uzun. Sorayım ben. Bu çiğ